Salonni shunaqa ham tiniq bo'lib turadimi, ha? Mana qaranglar, chiroyliligini, ha? W210 restyling. Bitta like bosib qo'yaveringlar. O'zimiz sotgan edik, esingizdami? 10500 mi, 10300 dollarga shu bir 10 minutda sotilib ketgan edi. Olingandan keyin rosa xarajat qilishibdi. Bitta aybini topib oldim. Aybini topdim. Oynani ochib mashinani haydashga mana dog' bo'lib qolgan. Hindchiski qildirib olsangiz, shunaqa tiniq, hozir mana kamera sizga yetkazib bera olmayotgan bo'lishi mumkin. Rosa zo'r holatda bo'lib turibdi. Hech qanaqa aybi, nuqsoni, nimadir muammosi yo'q. 2000-yil restyling 2 litrlik kompressor motorida 250 ming kilometr yurgan. Radnoy probegi, et-betri sepilgan joylari bor, udari bo'lmagan deb aytib sotgan edik. Tekshirib olishuvdi, siz ham bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Narxi bilan ko'ndirib qo'ydim, narxi bilan. Endi ham olmasangiz bo'lmaydi. Narxi nech pul deb o'ylaysiz? 9900 dollarga bosib yuborsanglar bo'ladi. Sotib olinganidan keyin mayda-chuyda ishlari qildirib qo'yilgan, keyin 4 ta yangi balon taqilgan. Xullas tonirovka rashiyalar, umuman muammo yo'q. Bemalol telefon qilib, barakasini qilib yuborsanglar bo'ladi.